Bugun hokimiyat va hokimlar haqida gaplashamiz. Bittasi onanglab so'kar ekan, bittasi ayanglab so'kar. Shevaga xos. Xatti-harakatlariga qarab butun davlatga nisbatan munosabatni bildirishimiz mumkin. Xulq-atvori bilan bog'liqmi yoki bu tizimli qandaydir muammolar bilan bog'lanadimi? Kuchi yetgan odamni so'kadi, bu o'rmon qonuniga o'xshagan narsa. Ya'ni bu yerda qonunni o'zi yo'q. Hokimga xuddi bir xudodek qarab, e'zozlab yondashishadi. O'zini mutlaqo hukmdor deb his qiladi. Qanday yo'l tutish kerak fuqaro, o'zini qanday himoya qilish kerak? Ko'pincha savollarga odam tilini qishtadi, keyin qo'rqib o'tiramiz. Umuman olganda hokimiyatsiz ham ishlasa bo'ladi, chunki Hokimiyatlarni tiyib turuvchi biror mexanizm yo'qmi shunda? Tiyib turish mexanizmi ularning saylanishi. Aynan saylash masalasi O'zbekistonda anchadan beri muhokama qilinadi. faqat muhokama qilinadi. Endi faqat u amalga oshmayapti. Assalomu alaykum gazeta.uz obunachilari. Tahririyat doimgidek sizlar uchun qiziq, dolzarb mavzularda suhbatlarni davom ettiradi. Bugun hokimiyat va hokimlar haqida gaplashamiz. Buning uchun studiyamizga inson huquqlari faoli Abdurahmon Tashanov hamda siyosiy tahlilchi Farhod Tolipovni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. O'zi bu suhbatni o'tkazishdan maqsad mana shu fundamental vazifalarni, tushunchalarni yana bir bor eslatish, kimnidir obro'sizlantirish yoki boshqa ma'noda emas. Endi bunga nima sabab bo'ldi deganda, yaqinda Surxondaryoda Muzrabot tumanida bir voqea yuz berdi. Ya'ni hokim fermer bilan tortishuvda uni haqoratlab, bosim o'tkazgani, tahdid qilgani eshitilgan audiolar tarqaldi. 11gacha yopasanmi yo'qmi? Yopasanmi yo'qmi? Nechigacha? Soat nechigacha yopasan? Ha? Nima yaptiysa? 11gacha yopib, chiqayoraman boshimdan olib. Bu bo'yicha xizmat tekshiruvi boshlangan. Lekin umumiy kartinada oladigan bo'lsak, xronologiya bo'yicha hokimlar fermerlar bilan bunaqa tortishuvi yoki bo'lmasam ijtimoiy soha vakillari, o'qituvchilar, shifokorlarga bunaqa bosim qilishi, tahdid qilishi ko'p uchragan. Buni ko'p yoritganmiz, ko'p gaplashganmiz. Lekin shunaqa bo'lsa ham yana gaplashaylik Abdurahmon aka. Inson huquqlari nuqtai nazaridan buni qanaqa baholaysiz? Ya'ni mansabdor shaxsni fuqaroga qilayotgan bosimi, tahdidi bu qanchalik to'g'ri? Keling, birinchi o'zi bir kelishib olaylik. O'zi davlat nima, davlat xizmatchilari nima, o'zi hokimiyat nima degan bir juda an'anaviy savol bor va buni ko'pchilik juda yaxshi biladi. Masalan, hokimiyat, ya'ni hokimlar, bular o'sha demokratik mamlakatlarda rivojlangan, davlatchilik rivojlangan mamlakatlarda bular xalq xizmatkori. Va bizga o'xshagan biroz avtoritar darajadagi mamlakatlarda, rivojlanayotgan mamlakatlarda bu o'sha kuch-qudrat belgisi. Ya'ni agar biz hokim xatti-harakatida nimadir ko'rsak, prokuror xatti-harakatida kimgadir nisbatan nimadir ko'rsak, demak bu uni qudratini, uni o'sha haligi mansab vakolatidan chiqib qanaqadir bir zug'um o'tkazishini bildiradi. Yuqorida aytganingiz kabi hokimlarni, prokuror, umuman davlat hokimiyati idoralarini masalan so'kinishi, haqorat qilishi yoki bo'lmasa o'sha davlat haligi qo'l ostidagilarga nisbatan qo'l ko'tarishi, hatto do'pposlashi bu mutlaqo yangilik emas. Biz allaqachon bu masalada axloqiy me'yorlardan chiqib bo'lganmiz. Ya'ni davlat hokimiyat tizimida, davlat vertikalida axloqiy tizim darajasi juda ham tuban. Bu masalan Muzrabot bo'ladimi, boshqa nima tumanlar bo'ladimi, boshqami? Bulardan kelayotgan xabarlar, ular tasdiqlanadimi, tasdiqlanmaydi. Bu o'sha dengizdan bir tomchi xolos. Ya'ni biz men masalan buni mas'uliyat bilan efirda tomoshabinlarning oldida aytishimiz mumkin. Kundalik boshqaruv ko'rinishlaridan bittasi. Biz buni ayrimlarini sezib qolamiz, ayrimlarini bilib qolamiz xolos. Masalan, menga yaqinda davlat hokimiyati idoralarida ishlaydigan bir ikkita tanishlarim nimalarim aytdi. Mana hozirda detektorlar bilan kiritishyapti hamma majlislarga. Chunki so'kish yozib olish mumkin emas, haqorat yozib olish mumkin emas. Shuning uchun siz metall o'sha qidiradigan detektordan o'tib, siz undan keyin majlisga kirishingiz kerak. Chunki u yerda hokim yoki prokuror yoki militsiya boshlig'i so'kinib olishi mumkin. Keyin bu so'kinish aytaylik tashqariga chiqib tarmoqlar tarqab ketadigan bo'lsa, bu albatta katta kichik rahbarlarni go'yoki tinchini buzadi. Ya'ni xalq oldida hisobdorlik nuqtai nazaridan qanaqadir bir soxta bo'lsa ham tekshiruvlar o'tkazish kerak, yuzaki bo'lsa ham tekshiruvlar o'tkazish kerak. Keyin masalan yuqoridagi hokim unga aytadiki, so'kadigan bo'lsang eplab so'ka olmadingmi deydi, yo hammaga eshittirib so'kasanmi deydi, yoki masalan u prokurorlar kelib metall haligi qidiruvchilarga aytadiki, yaxshilab qidirmaganmi deydilar, kim haligi qilib oldi deydi. Lekin hech kim nima uchun so'kding? Bu qonunga zid-ku degan savolni bermaydi.
Shunda bu normal bo'lib qolganda. Albatta, normal so'zi boshqacharoq so'z, odatiy desak bo'ladi. Chunki normal degani bu normativ so'zi aligidan kelib chiqqan narsa normal emas, bu ya'ni odatiy hol deyish mumkin. Tushunarli. Farhod aka, dunyoda o'zi mahalliy ijro hokimiyati turli shakllarda namoyon bo'ladi. Ayrim mamlakatlarda ularni mer deyishadi, ayrim mamlakatlarda city manager, ya'ni shahar boshqaruvchisi, shahar menejeri deyishadi. Va sizningcha o'zi hokimlar kim? Va ular siyosiy lider bo'lishi kerakmi yoki professional menejer? Hokimlar masalasi ko'tarilganda avvalambor aniqlik kiritish kerak, ular ijroiy hokimiyatni vakillari. Ma'lumki, fanimizda ham, hayotda ham hamma biladi, hokimiyat deganda 3 ta tarmoqdan iborat bo'lgan tarmoqlar bu qonun chiqaruvchi organ, bizni keysimizda O'zbekistonda bu Oliy Majlis qonun chiqaruvchi organ desak, saylangan organ bo'ladi. Ijroiy hokimiyat bu vazirliklar, vazirliklarni o'sha qo'mitasi bosh vazirdan tortib to hokimlarni ham qo'shgan holda, joylardagi hokimlarni qo'shgan holda ikkinchi tarmoq bu ijroiy hokimiyat va sud hokimiyati deyiladi, sud tarmoqlari. Mana shunday 3 ta tarmoqlar bu shunchalik endi bir standart, hech shak shubhasiz qabul qilinadigan aksiomaki, joylarda mana shu 3 ta tarmoq borda ular bir-birini muvozanatda ushlab turish kerak degan bir tushuncha xuddiki O'zbekiston kontekstida ancha modifikatsiya bo'lib, hattoki ko'plab suiiste'mol holatlariga olib kelgan. Endi savolingizga qaytsak, bular menejer bo'lish kerakmi yoki professional bo'lish kerakmi deganda, nimaga bu menejerlik bilan professionalni bir-biridan ajratishimiz kerak degan qo'shimcha savol tug'iladi. Agarda mayli menejerni chetga surib qo'yib, professional yoki professional chetga surib qo'yib, menejer deb aytsak, lider to'g'ri, lider dedingiz. Siyosiy lider va professional menejer aniqlik kiriting. To'g'ri, lider deylikda. Xo'p, mana shu lider ham deylikda va o'sha menejerlik funksiyasini chetga surib, bu qanaqadir alternativ yoki muqobil uni statusimi deb agar tasavvur qilsak, shu savol qo'yilsa agar, nima degani liderlik bo'lmasa? Xo'p, liderlik chiroyli jozibador so'z ekan. Liderlik bo'lish nima ekan degani? Lider bo'lishning o'zi o'sha professional fazilatlarni taqozo etuvchi so'z. Professional fazilatlarisiz, menejerlik qobiliyatlarisiz o'ziga mas'uliyat yuklatilar ekan, mana shu hokim bo'lsa agar shularni uddaburonlik bilan, mahorat bilan bajara olish qobiliyatisiz qanday lider ham bo'la oladi. Shuning uchun ham men ajratmagan bo'lardim lider degan tushuncha bilan menejer degan tushunchasini. Professional umuman olganda bu ham lider, ham menejer bo'lish kerak. Boz ustiga buni ta'kidlab aytmoqchi edimki, bilasizmi, men oxirgi yillari ana shu ichki O'zbekiston siyosiy tuzilmasini o'rgangan sari bitta bir xulosaga kelyapman. Menimcha hattoki hokimliklar, to'g'ri, shahar hokimi bo'ladimi, viloyat, rayon hokimliklari bo'ladimi, ular boshqa hokimiyat tarmoqlaridan farqli o'laroq bo'lsin, u hattoki saylangan organlari yoki vazirliklar, ular hattoki ko'proq o'zini demokratik tabiatini namoyish etishga mas'ul deb o'ylayman. Hattoki saylangan organ, qarang, mana shuni ta'kidlab aytaman, saylangan organ, bundoq qaraganda xalq saylagan u. Parlament bo'lmish organimiz bir demokratiyaning bir namoyandasi desak ham, undan-da ko'proq balki shu demokratik tamoyillar, demokratik xatti-harakatlar, qarorlar, xalq bilan munosabatlari aynan hokimliklar darajasida hokimiyatlar, rayon, shahar, viloyat hokimiyatlar darajasida seziladi. Chunki ular bevosita xalq bilan ishlaydi. Bo'lsin qonun chiqargan organning qonunlari, bo'lsin vazirliklar qabul qilgan qandaydir idoraviy o'sha o'zini vazirlikka tegishli bo'lgan farmoyishlar va qarorlar, ularni baribir joylarda implementatsiya qilishadi, to'g'rimi? Ya'ni hayotga ro'yobga chiqazadi. Shunday ekan, demak, ko'proq mas'uliyat ularga yuklatiladi. O'sha shahar, rayon yoki viloyat hokimiga. Demak, biz ularni har qanaqa suiiste'molligini, qanday suiiste'mol qilsa o'zini vakolatini oshirib yuborib, hattoki o'shalarni xatti-harakatlariga qarab butun davlatga nisbatan munosabatni bildirishimiz mumkin deb o'ylayman. Va joylarda mana shunday bo'lyapti ham. Qachonki mahalliy aholi shu hokimni qandaydir bir qo'pol munosabati bo'ladimi, suiiste'molligini bo'ladimi, vakolatini oshirib o'zini nimasini faoliyatini yurgizayotgan bo'lsa,
davlat ham shunaqa ekan deydigan xulosaga borishyapti joylarda. Shuning uchun ham aytmoqchimanki, deputatlardan ham, vazirlardan ham ko'ra balki hokimlar, joylardagi hokimlar ko'proq demokratik sifatini, fazilatlarini namoyish etish kerak. Uning uchun mustaqil bo'lish kerak-da. Ya'ni Bu endi ular keyingi savol, ha. buyruqbozlik Albatta. vertikalini bir bo'g'iniga aylanib qolgan. Albatta. Buni keyin muhokama qilamiz. Abdurahmon aka, mana hozir bosimlar, so'kong'ich hokimlar masalasi ko'tarildi, yuqorida misollar aytib o'tdingiz. Bunaqa xatti-harakatlar o'sha shaxsning xulq-atvori bilan bog'liqmi yoki bu tizimli qandaydir muammolar bilan bog'lanadimi? Bu ikkita savolingizga ham hadeb javob berish mumkin. Bu o'sha xulq-atvor bilan ham bog'liq. Masalan, aytaylik, ziyoli bir madaniyatli odam bo'lsa, albatta u qaysi joyga olib borib turmaga boshqa qilib qo'ysangiz ham hatto so'kinmasligi mumkin. Yoki bir shoir tabiatroq odam bo'lsa, u hatto masalan traktorchilarni ham aytaylik she'r bilan boshqarishi mumkin, ya'ni she'r aytib bir nazokat bilan qilishi mumkin. Ya'ni bu davlat hokimiyati idoralarida o'tirgan odamlari bu birinchidan jazolanmasligi bilan bog'liq. Chunki jazolar amalda yo'q. Agar masalan o'z paytida Farg'ona viloyati hokimi aytaylik toshloqliklarni haqorat qilgan paytda o'sha kim edi ismlari, o'sha u odam o'sha paytda nima qilgan, jazolangan bo'lganda keyingilarga sabab bo'lishi mumkin edi. Endi bundan tashqari bosh vazir o'rinbosari masalan butun mamlakatimizni dunyoga mashhur qildi. Odamlar suvga tiqib qo'yib, qo'liga tosh ko'tartirib qo'yib, ularni so'kib shunaqa. Yoki biz hozir gaplashayotgan o'sha nimadagi Surxondaryo viloyatidagi viloyat hokimi To'ra Bobolov degan odam o'sha prokurorni so'kib, ya'ni bu yerda shunaqangi bir haligi sipnoy reaksiya bor, ya'ni zanjir reaksiyasi. Kuchayotgan odamni so'kadi, bu o'rmon qonuniga o'xshagan narsa. Ya'ni bu yerda qonunning o'zi yo'q. O'sha paytda bu hali etimiz o'lmagan edi, hali ko'p so'kishlar eshitmagan edik. Shuning uchun uncha-muncha ta'sirlar bo'lardi. Tanzila Norboyeva xonim chiqib olib, biz senatorlarni muhokama qilamiz, unaqa, bunaqa. Hatto hozir endi bular muhokamalardan ham uyalib qolishdi va xuddi haligi vabo tarqalgan mamlakatda oddiy narsalar kasal bo'lmay qoladi-yu, masalan gripp yoki tumov kasal bo'lmay qolgani kabi so'kishlar hozir qonunbuzarlik bo'lmay qoldi. Endi Muzrabot masalasiga keladigan bo'lsak, Muzrabotda tepasida turgan odam, ya'ni viloyat darajasida turgan odam bu Toshkent shahar prokurori bo'lgan Ulug'bek Qosimov. Bu odam qonunning egasi bo'lgan o'z vaqtida, ya'ni Toshkentda prokuror bo'lgan odam va qonunchilik nuqtai nazaridan juda yaxshi biladi. Aytaylik, bugun jurnalist Dilshoda yoki prozashini Abdurahmon yoki qaysidir bloger kimnidir so'kib qo'ysa, u albatta Jinoyat kodeksi, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslar bilan u javobgarlikka tortilishi aniq. Lekin hokimni javobgarlikka tortish mexanizmi deyarli o'zi yo'q Farg'od aka. Chunki hokim senator bo'ladi yoki deputat bo'ladi. Uni o'sha muayyan darajada immuniteti bor. Ya'ni siz uni ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortishingiz uchun birinchi o'sha organning ruxsatini olishingiz kerak. Boshqa balo organ birinchi ruxsat bermaydi, chunki kengash raisi hokimni o'zi. Shuning uchun biz bu balodan qutula olmaymiz va biz hokimiyat tizimlarida axloq inqiroziga keldik. Men buni ochiq baralla aytaman, chunki bu yagona hodisa emas, o'nlab bunaqangi hodisalar bo'ladi. Faqat siz ko'rayotgan hodisa bu fosh bo'lib qolgani. Ya'ni qanaqadir yo'l bilan aytaylik matbuotga, ijtimoiy tarmoqlarga tarqalgani. Endi hech qanaqangi shubham yo'q, u holat bo'lgan. Hozir tekshiruv olib borilyapti, unaqa deyapsiz-ku. U hech qanaqa, chunki biz doimiy ravishda ko'rib kelyapmiz. Men hatto kim qanaqa so'kadi degan bir maqola ham yozganman Farg'od aka. Masalan, bittasi onanglab so'kar ekan, bittasi ayanglab so'kar. Shevaga xos tushunchalarda, masalan, Folklor bo'lib qolgan. Ha, masalan aytaylik, mana Toshkentdan borgan odamlar mana jilab so'kar ekan. Biz bu bo'yicha alohida tadqiqot ham olib borganmiz. Hatto soliq qo'mitasi raisi bo'lgan paytda Kudbiyevni nima deydi, og'zidan chiqqan gaplarni eshitmay qo'rqib qolganman. O'sha paytda juda dahshatli darajada bo'lgan, chunki so'z boyligi shu qadar yuqori ekanki, biz jurnalistligimizga shu bo'lib qolganmiz, o'zimizga o'zimiz g'alati bo'lib qoldik. Shuning uchun bu yerda davlat hokimiyatida ishlayotgan hokim bo'ladimi, vazirmi, prokurormi, militsiya boshlig'imi, bularni so'kishlari hozir bizga odatiy holga kirdi. Buni hech kim muhokama ham qilayotgani yo'q. Keyingi paytlarda bu masalada biron narsa, faqat boshida hali etimiz o'rganmagan paytda o'sha Norboyeva xonim boshchiligida bir senatda odob axloq komissiyasi shunda ham bir yumshoqlik bilan, shunda ham bir
eng kam ish haqining 10dan biri, ya'ni qanchadir jarimaga tortdik boshqa. Nega bunaqa bo'lishi kerak? Nega? Aslida qonun bor-ku, masalan, bugun bloger yo bo'lmasa bir qanaqadir bir odam kimnidir haqorat qilib qo'ygan bo'lsa, oyog'ini yerga tekkizmasdan olib ketishyapti-yu, olib borishyapti, qamashyapti, palon jarimalarga solishyapti, boshqa qilishyapti. Lekin hokimiyat tizimiga nimaga bunaqangi ikki xil standartlik degan savollar paydo bo'ladi va bu savollarni javobi nihoyatda achchiq. Tushunarli. Farhod aka, vazifalar masalasini ham ko'taraylik. O'zi zamonaviy demokratik davlatlarda ijro hokimiyatining vazifasi nima? Uning tizimi qanaqa ishlashi kerak? Haligi aytgandek, bu 3 ta standart hokimiyat tarmoqlaridan biri bo'lsa, o'sha qabul qilingan ijroiy hokimiyatning eng yuqori bo'g'inidagi qarorlarni joylarda bajarish. Shuning uchun ham men hali yuqorida aytdimki, bajarish ekan, vazir emas-ku bajaradigan yoki bosh vazir emas, prezident emas yoki deputat emas, joylarda bajarilar ekan. Shuning uchun ham butun xalqning ko'zi mana shu hokimiyatlarda, hokimlarda, ularning o'rinbosarlarida, haligi hokimlarda bo'lsa, ularning o'rinbosarligi ham hali nazar tashlasangiz, hali qanchalik muammo inqirozga uchraganligini, inqiroz kattaligini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun ham mana shu ularning vazifasi, yuqorida aytganda, bajarish. Shu qabul qilingan qarorlarni bajarish. Ya'ni tepadan buyruq keladi, ular qat'iy bajarishi kerak. Ma'muriy buyruqbozlik tizimida. Loyallik ekan. Bu bajarish degan tushuncha hamcha o'ziga yarasha ancha murakkab tushuncha. Yaxshi qarorni yomon bajarish mumkin. Yomon qarorni yaxshi bajarish mumkin. Shu Bismarck gapida, ya'ni yaxshi odamlar qo'lida qonunlar yomon bo'lsa ham yaxshi ishlaydi degan bo'ladi. Mana shu, ya'ni shuning uchun ham hokimlardan biz ko'p narsani kutamizda. Kezi kelganda balki bir narsani eslatish joiz. Prezident bir vaqtlar, bir necha vaqt oldin bir shioriyga o'xshagan bir tamoyilni ovoza qilgandi, aytganida, ya'ni xalq davlat idoralariga xizmat qilmasligi kerak, davlat idoralari xalqqa xizmat qilish kerak deb aytgan. Mana o'shandan keyin qanchalik xuddi mana shu aytilgan shior yoki da'vat yoki chaqiriq rostdan ham shunga aylandi. Yangi oldingi sistema 180 gradus burilib, davlat idoralari, xususan hokimiyatlar xalqqa xizmat qilyaptimi deb yana savol qo'ysangiz, menimcha mana Abdurahmon ham aytgandek, hali o'sha haligi nima deymiz, arava o'sha eski joyda turgandek bo'lib, nav yoqqa nav yoqqa siljib, juda bir achinarli ko'p holatlarda, ko'p keyslarda mana viloyatlarda ham kuzatyapmiz. Bilasizmi, bir ijtimoiy bir kuzatuv deb agarda yondoshib, hattoki so'rovlar o'tkazsangiz, bunday so'rovlar bo'lganda ham oddiy odamlar, bo'lsin dehqonmi yoki joylarda, shaharlarda yashayotgan oddiy insonmi, ular mana shu hokimiyatni xizmatiga muhtoj bo'lib, hokimiyat binosiga, hududiga kelsa, o'zim ham kuzatgandim, chunki hokimiyatga ishim tushgan, kirgandim ham va albatta tahliliy ko'z bilan doim har doim kuzataman, hamma narsalarni kuzataman. Ana odamlar hokimga xuddi bir xudodek qarab, qo'rquv bilan, hattoki o'ta bir haligi boshqacharoq bir nimalarni ko'rsatib, o'ziga hurmatini joyiga qo'yib, e'zozlab yondashishadi. Hokim o'z navbatda esa xuddi bu yuqoridan pastga qarayotgandek munosabat muomala qiladi xalq bilan. Haligi aytgandek, teskari bo'lishi o'rniga. Ya'ni xalq ana shu yetakchi demokratik davlatlarda hokimiyatlar, merlar, gubernatorlar deyiladi, mayor deyishadi. Inglizlar o'shalarni munosabatlarini rostdan ham ko'rsangiz, haqiqatdan ham xalq talabchanligini ularning oldida ko'rsata oladi. Mana masalan Nyu-York hozirgi meri. Nyu-York endi shuni eslatmoqchi edim Mamdani de, hattoki mana Netanyahu agarda Nyu-Yorkga kelsa hibsga olamanga o'xshagan bir hatto gaplarni gapirgan, Trampga nisbatan o'zini muxolifat ekanligini qo'rqmasdan, uyalmasdan degandek namoyish etgan. Mana shu bilasizmi, kezi kelganda yana bir misol, nima funksiyalarni bajaradi deganda, xo'p, qarorlarni bajaradi, joylarda bajaradi. Ularning funksiyasi shu ekan. Qanday bajaradi deganda, bir vaqtlar mana o'zimiz ham poytaxtda yashayapmiz, Toshkentda. Toshkent hokimlarini bir qarab chiqaylik, qanday hokimlar bo'ldi bizda, ayniqsa oxirgi hokimlar deganda, ayniqsa mana shu oxirgi ikkita hokimlarni bir-biriga qiyosiy tahlil qilib ko'rsangiz, biz bilamizki, hozirgi hokimdan oldingisini
hattoki prezident tanqid qilib ishdan lavozimdan olayotganda yerdan oyog'i uzildi degan iboralarni ishlatgan holda qattiq tanqid qildi. Keyinchalik esa u yana qaytib o'zini maqomini deymizmi, hurmatini qaytarib olishga, tiklashga muyassar bo'ldi. Buga balki sabab bo'lsa kerak, biz ularni haligi aytdim, ijroiy hokimiyat bo'la turib joylarda o'sha qarorlarni qanday bajaryapti deganda, Toshkentning o'zida, men endi ko'p viloyatlarga bormagan bo'lsam, Toshkentning o'zida kuzatyapman, Toshkentda yashayotganim uchun hamda xo'p, nima ekan o'sha qarorlaru bajarish talab qilayotgan o'sha ishlar nima ekan? Bo'lsin u yo'llarni holati, deymizmi, ariqlarni holati, qurilishlar, changilanish, daraxtlarni kesilishi bo'ladimi? Yuzlab muammolarni bir kuzatib ko'ring. O'shandan ham bilsa bo'ladiki, hokim qatga qarab turibdi deydigan beixtiyor xulosaga kelasizda. Arzimagan hattoki bir joylarda bo'layotgan mayda ishlarni ham hattoki to'g'rilamay qolib ketgan, nima deymiz, chigal bo'lib ketgan joylarda asfalt buzilib yotibdi yillar mobaynidagi o'xshagan mayda hattoki ishlarni ham tuzatmasa, katta ishlar to'g'risida nima deyishimiz mumkin. Shuning uchun ham bizda mana shu hozirgi hokimni ishini va uning menejerligimi yoki professionalligimi yoki liderligini haqida mana shunday qilinayotgan yoki qilinmayotgan ishlardan xulosa qilishimiz mumkin. Tushunarli. Mana hozir yuqorida inson hayoti sifatiga ta'sir qiluvchi omillar, mana odamlar shu bilan xulosa qilishga urinish haqida aytiladi. Abdurahmon aka, umuman o'zi hozir yangi bo'lgan audioni tahlil qiladigan bo'lsak ham, Muzrabot tumani hokimi deyilayotgan o'sha so'kinib gapirgan shaxs gapirayotganda keyingi fermer odam bo'ldi qilamiz deb qo'rquv ostida gapirganini eshitamiz-da. Va bunday vaziyatlarda biz yuqorida ko'proq bo'ladi baribir, biz hozir dengizdan tomchini ko'ryapmiz degan fikrlarni aytdingiz. Qanday yo'l tutish kerak fuqaro, o'zini qanday himoya qilish kerak va amalda bu mexanizmlar o'zi ishlayaptimi degan savol ham bor. Yo'q, endi Dilshoda ko'pincha savollaringiz odam tilini qishtadi, keyin qo'rqib o'tiramizda. Men endi bitta narsani aytishim kerak, bu albatta mamlakatda siyosiy pluralizm, ya'ni siyosiy xilma-xillik bo'lmaguncha, hokimlarni o'sha siyosiy partiyalardan nomzodlar bo'lib, ular saylanmaguncha va ular istalgan paytda o'sha olib tashlanishi mumkin bo'lgan yoki keyingi saylovdan o'tolmay qolishi mumkin bo'lgan holatini his qilsa, u lavozimga nima? Bular hozir o'zini mutlaqo hukmdor deb his qiladi va davlatchilik nimasi ham shunga yarasha. Masalan, ko'p hollarda mana shu ayniqsa senat raisi biz majburiy mehnatni yo'q qildik, undoq qildik, biz hamma narsani chalpa qilib tashladik deb xalqaro nimalardan maqtanib yurishadi. Lekin aslida bu bittagina nima bilan haligi bartaraf bo'ldi. Bittagina masalan nima bilan o'sha klasterlarga o'tkazildi, o'sha yerlar boshqalar va ya'ni sektor xususiylashtirildi. Ya'ni agar xususiy bo'ladigan bo'lsa, davlatdan bu vakolatlar chiqib ketadigan bo'lsa, hech kim nima qilmaydi. Ya'ni hech kim hokimdan qo'rqmaydi. Aytaylik, masalan, siz hozir aytyapsiz, bo'ldi bajaramiz. Bajaramiz deyotgan odamni o'zi avtoangordan tortib to turishi hokimdan kam emas o'zi. Faqat hokimga vakolat berib qo'yganligi uchun, uni qo'lida bemisl qudrat bo'lganligi uchun, mana chap qo'lida militsiya, o'ng qo'lida prokuror turgani uchun, oyog'in tagida sud turganligi uchun u shunaqangi qudratli. Ya'ni hokim ijro hokimiyati bo'ladimi, qonunni hamma narsani ustidan ustunlik qiladigan bir darajadagi nima. Masalan, eslaylik, siz bilan boshqa nashrda ishlab yurgan paytingizda intervyu qilganmiz. Ya'ni viloyat hokimi maktab direktorlarini olib borib 15 sutga qama degan. O'sha yumaloq yostiq qilib olib borib, bu ham Surxondaryoda bo'lgan, ya'ni u odam prokuror bo'lgan ilgari, ya'ni olib borib qama deyapti, hech bir haligi sudlarni ham haligi soxtalashtirib boshqa qilib nechtadir direktorni qamoqqa olib tashlayapti. Ya'ni bu yerda gap faqat so'kinish haqida ketayotgani yo'q, bu yerda gap o'sha qonunni mensimaslik, qonun ustuvorligini yo'qligi, bemisl qudrat degan narsalar haqida gap ketyapti. Ya'ni bu bir o'xshash yo'q, bir boshqaruv usuli. Ya'ni qachon biz siyosiy pluralizmga o'tsak, parlament ishlasa, bir qanaqadir hokimlarni bir saylov darajasiga, ularning faoliyatini shaffoflashtirish nuqtai nazaridan ularni xalq oldida hisobdorligini bir yo'lga qo'ymagunimizcha bu narsalar davom etaveradi. Bu bir. Ikkinchidan, bizni o'sha mental xususiyatlarimiz ham bor. Ya'ni haligi nima deydi?
o'ynashmagin arbob bilan, arbob urar harbob bilan deydi. Ya'ni ya'ni bu mental xususiyatlarimizga ko'ra biz itoatkor xalqmiz. Ya'ni dinimiz nuqtai nazaridan ham masalan boshliqqa itoat qil yo bo'lmasa hukmdori amri vojib, har xil shunaqangi o'zimizga stereotiplar yaratib olganmiz va biz o'shalarga ko'pincha amal qilamiz. Yoki bizni ota-onalarimiz ham xuddi shunaqa, masalan uyga aytaylik Abdurahmonni bugun ana hokim so'kibdi desa, qo'ying shu bilan o'ynashma deydi, ertaga bir narsa bo'lasan deydi, bir marta urgan bo'lsa deydi nima qiladi, o'tib ketadi deydi misolda. Bunaqangi holatlar, men masalan inson huquqlari tashkilotini rahbari bo'lsam, menga bunaqangi holatlar juda ham ko'p keladi. Hatto keyingi paytda qaramay ham qo'ydim bunaqangi narsalarga, chunki hokimiyatda o'sha axloqiy haligi bir buzilish davri kelib bo'ldi. Chunki bu narsa juda oddiy holat. Faqat bu ijro organida emas, Farhod aka. Ijro organida emas. O'tgan yili ko'rgan bo'lsanglar, Namanganda demak sud raisi o'zini yordamchisini urib tashladi. Jinoiy javobgarlik bo'ldi. Nima bo'ldi deb o'ylaysiz o'shani? Sud qonunning egasi bo'lgan sud yo'q, shunchaki bitta hayfsami nimadir berildi, shu bilan nima qilib ketildi. Yoki deputatlar o'rtasida bunaqangi narsalar bo'ladi, ya'ni qonunchilik vakillarining o'rtasida. Demak, hokimiyat organlari to'liq buzilib bo'lgan, ya'ni axloqiy nuqtai nazardan. Shuning uchun mana ko'pincha Zarba Uballayev degan professor domlamiz aytadilar, ko'p bularni hammasini deydi bir martadan qanaqadir ruhiy nimalardan o'tkazish kerak, psixologik diagnostikadan o'tkazish kerak deydi. Ya'ni bilmadim, buni diagnostikadan o'tkazib diagnostika apparatlarini ham ayash kerak albatta. Bu hammasini hali qilib bo'lmaydi. Ishdan chiqishi mumkin. Shuning uchun bu yerda menimcha tizimni to'g'irlash kerak. Boya yuqorida aytganimdek, birgina harakat bilan, ya'ni davlat strukturasidan, davlat monopoliyasidan paxtachilik, g'allachilik chiqarilishi majburiy mehnat tugashiga olib kelindi. Xuddi shundayin dunyo qilayotgan ishlarni qilib, rivojlangan mamlakatlar qilayotgan ishlarni qilib, menimcha hokimiyat tizimini boshqarsa bo'ladi. Atak umuman olganda hokimiyatsiz ham ishlasa bo'ladi, chunki men ko'p intervyularda aytaman, ilgari ham g'orlarda odamlar yashagan, o'sha haligi erkaklar bizonlarni tutib kelgan, ayollar pishirgan, o'sha paytda ham ozodbeklar ashula aytgan, umuman olganda yashasa bo'ladi. Lekin bitta narsa bor, biz bugun zamonaviy davlatchilik xohlayapmizmi? Masalan, cho'ntagimizdan olayotgan pulimizdan nalog to'lab, soliq to'lab davlat hokimiyati idoralarini boqyapmiz, ya'ni davlatchilik shakllantiryapmizmi? Demak, bularning oldiga talablarni ham qo'ya bilishimiz. Tushunarli. Abdurahmon aka aytayaptilar, endi tizimli o'zgarish bo'lmaguncha fuqaro o'zini himoya qila olmaydi demak. U qanday bosimga uchraydi, tahdidga uchraydi, u farqi yo'q. Qo'lida cheklanmagan vakolati bormi? Buni foydasi yo'q. Xo'p, Farhod aka, bunday cheklanmagan vakolatga ega hokimiyatlarni tiyib turuvchi biror mexanizm yo'qmi shunda? Yoki u ishlamayaptimi? Ishlamayotgan bo'lsa, u qaysi nuqtalar? Ha, bor. Qonunda-ku bor. Lekin qonunni haligi ishlashi, ishlamasligi, qonunni hurmat qilishi, hurmat qilmasligi masalasi ham turibdi-da, mana ancha gapirdik buni hozir. Lekin baribir har qanaqa demokratik bo'lsa ham, nodemokratikmi, davlatlarda siyosiy hayot to'xtamaydi va islohotlar davom etadi. U yoki bu darajada. Bizda ham mana hozir agarda biz hokimlar masalasini ko'targan ekanmiz, bu sohani tizimiy isloh qilish kerak deb boshlasak, mana shu yondashuvdan, ya'ni bu jiddiy tubdan isloh qilish kerak deganda, men o'z tomonimdan masalan faqatgina hokimlar bilan bog'liq bo'lmagan holda, balki tizimiy bir nechta yo'nalishlarda ishlar olib borish kerak, ya'ni islohotlarni olib borish kerak deb yondashgan holda, deylik quyidagi bir 2-3 deylik mamlaqa bir taklifimni yoki fikrlarimni bildirsam. Birinchidan, qonunga jiddiy konstitutsiyadan boshlab, o'zgartirishdan boshlab hokimlarni saylash sistemasiga o'tish kerak. Shu paytgacha ular tayinlanadi, yuqoridan tayinlanadi. Masalan, prezident viloyat hokimini tayinlaydi, viloyat hokimi shahar hokimini va pastroq quyibat darajalarga tayinlanib kelavergan. Hokimlar o'zini prezident odamiman, mani prezident tayinlagan, joyiga shu joylashgan, tayinlagan shu lavozimga deb munosabat qiladi xalq bilan va shu o'ziga yarasha suiiste'molchilikning sababi shunda bo'lib chiqadi. Ya'ni ularning vakolatlarini tiyib turish mexanizmidan biri ularning saylanishi. Bilasizmi, mana agarda boshqa davlatlarni, demokratik davlatlarni, hattoki nodemokratik davlatlarni bir ayrimlarini ko'rib chiqsak, hokimlar endi ularning tilida gubernator bo'ladimi, mer bo'ladimi, saylanadi.
ana shu hozir Nyu Yorknikini o'zi sanaysiz, ya'ni AQShda hokimlar, gubernatorlar saylanadi. Qarang, Kaliforniyani gubernatorini Gavin Newsom qanchalik hattoki o'zini prezidentlikka endi nomzodini o'ylab turibdi hozir qo'yishi va Trampga qarshi qat'iyatlik bilan qarshi chiqdi. Bu saylanadi ular. Agarda ular bu Amerika yo'q desa, tanqidchilar, mana opponentlarim desak, ma'lum bizga juda yaqin bo'lgan qardosh xalq davlat Turkiyani oling. Turkiyada ham hokimlar saylanadi. Istanbul hokimi bir vaqtlar haligi Erdo'g'onga hattoki haligi challenge qiladigan darajada chiqdi, siyosiy bir arbob sifatida saylangan. Endi ular Yevropaga yaqin degan opponentlar yana bahona qilsa, biz Osiyomiz Yaponiyani oling. Yaponiyani hokimlari saylanadi. Uzoqqa hattoki bormaylu. Markaziy Osiyo desa, kimdir opponentlar Qozog'iston Markaziy Osiyoda yangi qo'shnimiz shu eksperimentni boshladi. Shu eksperiment birinchi o'sha 2023-yildan boshlab faqatgina joydagi bir qishloq zonalarda va kichik shaharlarda eksperimentdan boshlashdi va bugungi kunga kelib endi katta shaharlarga ham o'tishdi. Faqatgina istisno tariqasida Astana bilan Olmaotaga o'xshagan yirik shaharlar hali tayinlanadi. Hokimlari, akim deydi ular. Lekin ko'p shaharlarda endi bu eksperiment muvaffaqiyatli kechib saylanadigan bo'lishdi akimlar. Yonimizdagi turgan qardoshlar Qozog'iston mana shu eksperimentdan o'tyapti. Demak, bizga haligi opponentlarimiz, bizni xalqimiz hokimlarni saylashga tayyor emas degan shu chalg'ituvchi fikrni gapirganda javob tariqasida nafaqat mana shu misollarni keltirishimiz mumkin, balki prezident saylash. Mana prezidentni Oliy Majlis ulardan ham hokimlardan ham yuqori turuvchi bo'g'in bo'yicha yuqori turuvchi organlarni saylashga tayyor ekanda, xalqimiz qodir ekanda, nahotki hokimlarni, joylardagi hokimlarni saylay olmaymiz degan paradoksal bir javob chiqadi. Qolaversa, mana shu tamoyil yoki mana shu prinsip davom etaversa, biz hokimlarni saylashga hali o'tmaymiz, tayyor emasmiz deyilsa, doim uqtirilaversa mana shu fikr, unda qanday qilib biz saylagan ekanmiz ana o'sha Oliy Majlisdagi prezident. Bu saylov emas ekan degan. Saylov qanday tashkil etilgan ekan degan shubhalarga o'zimiz bilmagan holda asos yaratishimiz mumkin ekan. Shuning uchun ham tezkor ravishda deyman. Nimaga tezkor hattoki degan savol ham bor. Chunki bu 90-yillar emas, 2000-yillarning boshlari emas. Mustaqillikka 35 yil bo'ldi. 35 yil bo'ldi. Ya'ni asrning 3dan 1 qismidan o'tib ketdik. Shuning uchun ham endi o'tish davri, tayyor emasmiz, o'tish kerak, vaqt kerak deydigan bahonalar yaramaydi. Shuning uchun ham tezkor ravishda hokimlarni saylash vaqti keldi. Tezkor ravishda shunga o'tishimiz kerak. Joylarda bo'lgan eksperiment ham kerak emas, hattoki Qozog'istonga bo'lganda hammasini Toshkentdan boshlab hamma joylardagi bo'g'inlargacha. Ikkinchisi, endi bu saylash bu birinchi agarda taklif bo'lsa, agar taklif ham emas, bu ancha yil oldin taklif etilib bo'lgan edi. Kelamiz shunga deb etilib kelgan. Ikkinchisi, biroz hozir o'zingiz ham aytdingiz, hokimlarning o'zi ko'p joylarda va endi ayniqsa eng oliy darajada shu saylangan organlarning o'zida joy egallab turibdi. Bo'lsin kengash joylarda yoki hattoki senatda. Men hozir Qozog'istondan o'rnak olish kerak deb yana bir bor Qozog'iston misoliga qaytib, ular senatdan voz kechdi. 2 palatali parlamentdan voz kechdi. Men o'ylagan bo'lardim yoki taklif qilgan bo'lardim, buncha qat'iyatlik bilan gapirmasam ham, balki hech bo'lmaganda muhokama darajasida tahlilchilar, jurnalistlar, keng jamoatchilikni jalb qilgan holda mana shu masalani ko'targan holda bizga senat kerakmi deb savol qo'ysak, men masalan o'zim mendan shaxsan so'rasa, qo'shilishinglar mumkin yoki yo'q. Bizga 2 palatali parlament keragi yo'q, o'zini oqlamadi deb bilaman. Bir palatani o'zi yetadi, bitta palata deb mana bu ikkinchisi. Ya'ni bu bir-biriga bog'liq bo'lgan muammolar hammasi. Islohot, siyosiy islohotlar deganda bir-biriga bog'liq bo'lgan muammolar. Demak, senatni kerak emasligi, senatdan voz kechish kabi mana shu muammolar ikkinchisi. O'sha ham bevosita keyin o'sha hokimlarga ta'sir qiladi, hokimlarni hali saylanmasligiga olib keladi baribir. Endi kengashlar, joydagi kengashlar. Mana shu kengashlar deymiz, kengashlar saylandi deymiz. Necha yildan beri saylandi. Hattoki ayrim joylarda endi hokim kengash raisi emas. Ajratildi ular bir-biridan, ajratildi deb aytamiz. Ajratilgan holda roli qanday hozir o'sha kengashlarning? Qanchalik ular kengash bo'la turib, saylangan organ bo'la turib, hokimni nazorat
qila oladi, hokimdan talab qila oladi. Men istagan bo'lardim, hattoki mana o'zim yashab yurgan rayonimda bo'ladim, Yunusoboddami, Toshkent shahar, balki hokimiyatdami kengash qandaydir bir taklif qilsa-da, bizni tahlilchilarimiz kuzatuvchi sifatida qanday ular majlis olib boryapti, qanday nima qarorlar qabul qilyapti, hokimdan nimani talab qilyapti deb kuzatsak, ya'ni buni transparent holatiga o'tkazsak, biz hozir ularni kengashi qanday o'tayotganligini balki men e'tibordan chetda turib qoldirgandirman-ku, lekin xabarlarni ommaviy axborot vositalaridan, manbalardan kuzatmadim, ko'rmadim, eshitmadim, o'qimadimki, qanday ishlashyapti o'sha kaunsillar, ya'ni o'sha kengashlar de hokimiyat bilan munosabati qanday, hokim bilan. Bu 3 va 4-si 21-asr talabi bu. Shu shaffoflikka erishishning yo'li, kerak bo'lsa javobgarlikka tortishning yo'li va hokimlarni tiyib turish yo'li digitalizatsiya, ya'ni raqamlashtirish. Men buni foydasini ko'p ko'rdim. Buni foydasi juda katta, ya'ni shu joylarda ham, hattoki mahalladan boshlasak ham, ana o'sha tayyor bo'lmagan xalq hattoki shu raqamlashtirishga o'tgan sari shu internetga, kompyuter orqali uyda hammani hozir Wi-Fi ham bor, kompyuterlar orqali, telefonlar orqali, shu tegishli modullar orqali, algoritmlar orqali kirsa, o'zim tegishli saytlariga bo'ladimi, hokimning saytiga bo'ladimi, boshqasiga ham, har holda jarayon tezlashadi. Ya'ni savol-javobga o'xshagan bo'ladimi, taklif javob bo'ladimi, har holda mana shu shaffoflikka qissa qo'shilgan bo'ladi digitalizatsiya, ya'ni raqamlashtirish. Mana shunday 1, 2, 3, 4 takliflar, bu hali oxiri emas, albatta buni yana davom etsa bo'ladi, lekin keng jamoatchilikka ko'tarish kerak, bu yana keyingi bir taklifim bu masalani. Ya'ni endi biz hozir mana kamtarona o'tirib studiyada deylik Kunuzdami yoki gazeta o'zidan muhokama qilyapmiz. Mayli 10 tami, 20 tami, 100 tami, 1000 tami o'qir, ko'rar. Bu hali yetarli emas. Televideniyani jalb qilgan holda, keng jamoatchilikni, fuqarolik jamiyati deymiz doim, jalb qilgan holda masalani muhokama panoramasi deyishadi. Panoramasini yoyishimiz kerak. Hokimlarni saralashimiz kerakmi, yo'qmi? Nimaga tayyor emas? Digitalizatsiya, senat kerakmi, yo'qmi? Bog'lagan holda juda katta diskussiyalarni hozir endi boshlash kerak. Raqamlashtirish adashmasam boshlangandi-ku, faqat unda amaldagi ko'rinishi juda bir savol ostiga olinadigan holat bo'lib turibdi-da. Yo'q, endi yuqorida aytilgani kabi Buni ham isloh qilish kerak. Shu raqamlashtirish jarayonini o'zini isloh qilish kerak. Endi men boyagi Bismarck gapini qayta eslatish menga juda noqulay, chunki biz odamlarimiz yaxshi odamlar, rahbarlarimiz. Endi uni gapida, o'g'alamiz gapida aytiladi-ki, agar deydi odamlar deydi, rahbarlar yomon bo'lsa, yaxshi qonunlar ham ishlamaydi deydi, yoki yaxshi odamlar qo'lida yomon qonunlar ham ishlab ketadi degan bir tutuqsiroq gap aytadi-da. Shu demoqchi bo'lganimki, men endi yana bitta nuqtaga qaytib kelyapmiz, lekin aslida dunyoda bugun ma'lum bo'lmagan narsa qolmadi. Hamma narsa ma'lum, falsafani qaytadan kashf qilish shart emas, o'tish davri ham shart emas, u ham, bu ham, hamma narsani joy-joyiga qo'ysa bo'ladi. Lekin nima deydi, bir spidga uchragan odamni bu odam nimaga o'ylayapti degan savol qo'yib, uni atrofida muhokama qilganingiz bilan uni nimasiga alik bo'lmaydi. Ya'ni siyosiy iroda kerak. Siyosiy iroda kerak. Yana shu nuqtaga qaytamiz. Siyosiy iroda bor ham, azmuncha ko'ryapmiz ham mana. Ha, mana aynan saylash masalasi O'zbekistonda anchadan beri muhokama qilinadi. Nima to'sqinlik qilyapti degan savol bor. Faqat muhokama qilinadi endi, faqat u amalga oshmayapti. Yo'q, mayli, muhokamadan ham zerikasizda, domla. Mana masalan 2017-18-yillarda shunaqangi shash bilan kirishib ketib qoldik, faqat muhokama qilamiz, u yoqqa chopamiz, bu yoqqa chopamiz, jurnalistlar ham endi zo'rib ketar ekan deydi. Lekin bilmadim. Shuning uchun bu yerda albatta siyosiy iroda kerak. Mana endi jahon chempionatlariga chiqdik futboldan, endi yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylaymiz, xudo xolasa. Menimcha yaxshi niyat ekan, yaxshi niyat. Yo'q, o'zi saylash tizimiga o'tishga nima to'sqinliklar bor deb o'ylaysiz? Siyosiy iroda. Siz endi bizda hozir xonada mana 4 ta burchak bor, 5-burchakka nima qilishni ko'rsatalik qilyapsiz, izlash ko'rsatyapsiz. Endi bu kelib siyosiy irodaga taqalaveradi. Ya'ni bu yerda biz super prezidentlik mamlakatimiz, hamma g'oyalari prezidentimiz tashlaydi, hamma tashabbuslari prezidentimiz nima qiladi? Demak, u kishi xohlasalar, u kishini masalan siyosiy irodalari shu tomonga qarab buriladigan bo'lsa, xudo xolasa saylashni ham o'rganamiz, to'g'rimi Farhod aka? Bilasizmi,
qo'shimcha qilsam qisqacha. Mana shu saylash deymiz. Mana shu dunyo tajribasida saylanayotgan merlar, hokimlar saylanayotgan mamlakatlarda shu saylash jarayoni qanday kechyapti deb bundoq bir kuzataylik. Ularda ham xuddalik prezidentlikka nomzodlar qo'yilgandek partiyalar tomonidan nomzodlar qo'yilib, partiyalarni vakili ham o'sha hokimlikka da'vogarlik qilib kurashadi bir-birini. Ya'ni bizda hozir bu yaram hozirlik partiyalar degan masalaga borib taqaladi. Qanchalik bizni hozirgi mavjud shu 4 tami 5 ta partiyalarimiz bir-biridan bir mustaqil tarzda va kurasha oladigan tarzda 5 tami hozir. Ha. Sanab chiqaylik bo'lmasa ana o'shalarni liberal demokratik, adolat, milliy tiklanish, ekologiya partiyasi va xalq demokratik partiyasi 5 ta. Ha, xalq demokratik. Ana o'shalar qanchalik bir-biriga nisbatan muqobil bo'la turib, muayyan hokimlik o'rniga saylovdan ancha o'tdi-da, shunga esimizdan chiqib ertasi kecha o'tsa ham bugun unutib olamiz. Degandek, hali bayram o'tib ketdi, unutiladigan anaqa bor-ku. Xullas, mana shu partiyalarni isloh qilish masalasiga ham taqaladigan masala bo'lib chiqadi. Shu paytgacha biz hali kuzatmadikki, bo'lsin o'sha prezident saylovlari yoki oliy majlisga bo'lgan o'sha saylovlar bo'yicha kurashish partiyalar orasida haqiqiy kurash darajasigacha hali borilgani yo'q. Qaysi bir partiya jur'at etdi o'zini muxolifat deb e'lon qilishga va undan tashqari mavjud partiyalardan tashqari yangi partiya tuzildimi? Bunday bo'lmadi-ku. Ana demak bu partiyaviy tizimni isloh qilish kerak degan masalasiga ham taqayotgan masalada. Mana bu ham bor. Yana qo'shimcha muammo. Buni ham keng nima deymiz doirada muhokama qilishimiz kerak. Saylovlarga bo'lsin oliy majlis bo'ladimi, bo'lsin prezidentgami yoki hokimliklarga agar saylash tizimiga nihoyat yetib kelsak, mustaqil nomzodlar qo'yilishi konstitutsiyamizda hozir yo'q. Oldin bo'lgan edi konstitutsiyam, hozir yo'q. Ya'ni ruxsat berilmaydi mustaqil, ya'ni partiyaga a'zo bo'lmagan nomzod, oddiy fuqaro tashabbus guruhlar tomonidan tarafdorlar bilan, komandasi bilan deylik, shu nomzodini qo'ya olmaydi. Mana uni ham tiklash kerak. Ya'ni eski bo'lgan shu demokratik tamoyilni menimcha tiklash kerak. Ana o'shanda balki jonlashar mustaqil nomzodlar partiyaga aloqasi bo'lmagan mavjud partiyalarga. Balki jonlashar o'shanda ham. Ko'rdingizmi, nechta ancha bir-biriga bog'liq bo'lib ketgan klasterga o'xshab muammolar birgalikda kelyapti. Partiyalarni tuzish masalasida o'zi juda ko'p to'siqlar borligi haqida ko'p muhokamalar bo'ladi. Masalan, ovoz yig'ish jarayonlari, juda ham katta miqdorda ovozlar talab qilinadi bitta partiya ochishga ruxsat olish uchun ham, uni ro'yxatdan o'tkazish uchun. Bu ham o'zi ko'p aniq bo'ladi. Farhod aka, bitta joyda sal tuzatish kiritib ketsak ruxsat bersiz. Ya'ni 2025-yilda Xalq demokratik partiyasi fraksiyasi o'zini muxolifat partiya deb e'lon qilgandi aynan parlamentdagi. Lekin uni amaliyotda muxolifatligi yo emasligi yana bitta savol bo'lishi mumkin. O'zini muxolifat degan so'zdan o'zlari cho'chib ketdi shekilli. Yo'q, yaxshi tashabbuslar bilan chiqdi. Masalan, mana shu partiya liderlarini bittasi shu nosvoylar yo'qotish to'g'risida qanchalik muhim bir siyosiy mavzuni ko'targan ekanda, qaysidir bir hozirgi partiya, masalan deylik, siz demokratik nuqtai nazardan oqlashingiz mumkin. Mana Toshkentda ham, Samarqandda bo'ldi pivo festivali. Qancha odamlar tanqid qildi. Qancha mayli odamlar, boshqalari, yoshlar qo'llab-quvvatlagan. Mayli pluralizm. Partiya tomonidan qandaydir munosabatlar bildirildi. Faqat milliy tiklanish qoraladi. O'zi ro'yxati bor-da. Mana masalan, sen bu temaga qilasan, sen bu temaga qilasan, sen masalan nosvoylar bilan shug'ullanasan degan narsa bor. Opozitsiya bo'lib, haqiqiy opozitsiya ular mamlakat qo'shtirnochida aytaylik, mayda masalalar emas, jiddiy katta siyosiy muammolar bo'yicha bir-biriga nisbatan muxolifat bo'lish kerak. Ana shungacha hali yetganimiz yo'q. Bo'lsin xalq demokratikmi yoki kim bo'lmaydi. Hattoki milliy tiklanish ham hali yetib borgani yo'q bu darajaga. Takliflar va fikrlar mana qatorida yana bitta muhim bir masala chetda qolib ketdi. Hattoki adashmasam 2018-yildami prezident farmoni bilan jamoatchilik palatasi tuzilgan edi. Общественная palata deymizmi? Ya'ni fuqarolik jamiyati vakillaridan iborat bo'lgan prezident bilan bevosita muloqot qiladigan, ya'ni oradagi vositachilarsiz bevosita muloqot qiladigan bir mexanizm yaratilgan edi. Afsuski, ana o'sha farmon hayotga joriy etilmadi.
bunday palata hozir yaratilmadi, tuzilmadi va faoliyatini yurgizmayapti. Agardaki men demoqchiman, mana shu palata hattoki tuzilganda va ishlashi boshlaganda edi, u ham bir haligi bir tomchi yoki hissa bo'lardiki, mana shu biz bugun muhokama qilgan muammolarni yana bevosita xalq tomonidan prezidentga yetkazishga va nima deymiz, reformalarni, islohotlarni tezlashtirishga qandaydir bir turtki ham bo'lardi. Hali vaqt bor, biz o'rganmaganmiz degan ritorikani xohlamayman qayta gapirish. Lekin qisman mana shu narsada ham jon bor. Chunki jamiyat o'zi bir qanaqadir demokratiyaga, rahbarlar o'zi bir demokratiyaga o'rganish kerak. Chunki biz hokimiyat tubdan o'zgardi deymiz, lekin aslida unaqa ham emas. Masalan, zam hokimdor hokim bo'ldi. Hokimlar vazir bo'ldi, zamministrlar ministr bo'ldi. Ya'ni bizda unaqangi juda katta tuzilmaviy o'zgarishlar bo'lgani yo'q. Lekin siyosiy iroda nuqtai nazaridan, so'z erkinligi nuqtai nazaridan anchagina nimalar bo'ldi. Mana shu bugungi suhbatlarimiz sharofati ham mana shundan. Lekin ko'ryapmizki, amalda bularning o'zi ham kam ekan. Ya'ni yuqorida aytganimdek, siyosiy xilma-xillik kerak ekan, ya'ni hokimiyatlar bir-birini tiyib turuvchi mexanizmlar bo'lish uchun ko'p narsa kerak ekan. Shunday prezident aytganday, qachondir keladi, qachondir nima bo'ladi va biz kerakli natijaga erishamiz deb o'ylayman. Bugun juda ham muhim mavzu haqida gaplashdik. Vaqt ajratib kelganinglar uchun rahmat, fikrlar va tahlillar uchun. O'ylaymizki, bu suhbatimiz ko'pchilik uchun manfaatli bo'ladi. Katta rahmat.